Assalomu alaykum. Qadar avtoturist obunachilari. Bugun 13 fevral 2026 yil navbatdagi turistimizni dastlabki chiqyapmiz. Bu Navoiy viloyati Qiziltepa tumaniga bo'ldi. Zakaz berganlar. 3 kun ichiga taxlab xudo xolasa yo'lga chiqyapmiz. Razmeri keladigan bo'lsa, razmeri 1.45 ga 2.40 bo'lgan. Tayyor xadolarni ko'rsatib o'tadi. Yangi balolar qo'yib berganmiz. Yangi Damas resollar, yangi amazatlar broy turban oldi. 2 tonnacha bemalol yuk bossa bo'ladi. Kimga qanaqa turda prinsip kerak bo'ladigan bo'lsa ishlab beramiz. Tayyorlari ham bor. 30 ga yaqin prinsipimiz tayyor bor. Bitta moslik, ikkita moslik, ot tosh uchun prinsiplarimiz ham tayyor turibdi. Pol variant, konteynerli variantlari ham bor. Mol yurib chiqadigan orqasi mana konteynerli ham tom qismi 2.2lik baquvvat qilib pol varianti ham yasab qo'yganmiz. Manzilimizga keladigan bo'lsa, manzilimiz Buxoro viloyati Galaksiya shaharchasi 22-savxoz portida. Ekrandagi nomerlarga murojaat qilsangiz, lokasiyadan tashlab beramiz. Ro'paramizda Lassa shinadikan ham bor. Murojaat uchun nomerlarimiz 99 dan 334 44 84. Yana bitta nomerimiz 95lik 540 44 84 nomerlarga murojaat qilsangiz, xudo xolasa chiroyli qilib bonuslarni qilib beramiz. Bu prinsipimizni 13 million so'mga dastlabki xizmatlarimiz bilan berganmiz Navoiyga. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling va salomat bo'ling.